Shamshiboy bozorida aloqa kollejini shuni ro'parasida 5-7 sotuvlik hovlimiz sotuvga qo'yildi. Videoni oxirigacha ko'ramiz. Ma'lumotlarni video davomida berib boraman. Bu tomondan Gulistondan kanal bo'yidan chiqib kelsa ham bo'lar ekan. Bu tomondan Shamshiboy aloqa kollejining ro'parasidan kelsa ham bo'lar ekan. Ushbu fayzli xonadonimiz sotuvga qo'yildi. Hozir ichkarilarni birma-bir tanishtirib beraman. Ushbu hovlimizda gaz, suv, svetdan umuman muammo yo'q ekan. Kanalizatsiyani ham tortish imkoniyati bor ekan. Kirganimizda o'ng tomonimizda bitta uy dahliz, uyimizda remont holatlari ham o'rtacha ekan. Uning yonida podvalli qilib xiromon joylashtirilgan ekan. Buning yonida oshxona, buning yonida yana bitta uy dahliz, ro'parada yana bitta uy dahliz. Shu 3 ta uy dahliz bor ekan. Ko'rib turibsiz, hovlimizni juda ham chiroyli, fayzli hovli ekan. Obshi 5-7 sotuq maydonni o'z ichiga oladi. Ushbu hovlimizning hujjatlari 100% joyida. Egalarning raqamlarini videoga yozib qoldiraman, telefon qilinglar. Ushbu hovlimizning narxi $105 ming deyiladi. Namangan uylari nomlari chiroyli narxini kelishtirib beriladi. Bundan ham zo'ringlar bizning kanalda.